Mayli biz hayvonotlar dunyosini tadqiq qilaylik yoki bo'lmasa dastlabki ibtidoiy odamlarni tadqiq qilaylik va yoki bir shaxsning shu taraqqiyotini kuzataylik. Esingda bo'lsin, biz hammamiz birligab ijtimoiy hayvon. Ijtimoiy hayvon degan nima esa biz odamlar bilan bir-birimiz bilan aloqa qilib yashaymiz. Bizning ijtimoiy muhitimiz, ya'ni bizning tanishlarimiz, do'stlarimiz, bizning urug' tuqqanlarimiz, hatto oilamiz, o'qituvchilarimiz, biz uchrashgan har bir odam amaliyotda bizning qanday qilib bugungi odamga aylanib qolishimizga ta'sir qildi. Hatto bizning o'zimizni nima deb o'ylashimizmi, hayotimizdagi biz muhim deb o'ylaydigan yoki hurmatlaydigan odamlarning bizga bergan bahosi, bizga bo'lgan ko'z qarashlari tarafidan shakllandi. Darvaqa, holbuki biz nurg'un kishilar o'zining kishilik aloqadagi ixtiyorsizligi yoki kishilik aloqadagi mag'lubiyati tufayli nurg'un umidsizlik patqaq betib qoldi. Demak, bir odamning kishilik aloqani to'g'ri qilolmagan vaqtda nimaga aylanib qoldi degan vaqtda uning atrofidagi ijtimoiy muhit, ya'ni uning atrofida uchrashgan, uning bilan shug'ullangan, uning bilan o'zaro aloqa qilgan har bir odam uning psixikasidagi hayotiy kuchni shumirib oladigan qon sho'rg'uchi shaparanga aylanib qoldi har bir odam. Agar u kishilik aloqani to'g'ri qila olsa desa, dal aksicha uning atrofidagi har bir odam uning o'zlik tuyg'usini yo'qotadigan, uning xushallik bag'ishlaydigan, uni xuddi sug'uradigan bir dehqonga aylandi. Shunga bizning kishilik aloqani qanday elib berish bo'lmasligimiz nurg'un vaqtlarda bizning shu kunlik turmushimizdagi bizning psixik kayfiyatimiz, hatto bizning muvaffaqiyat psixikamizga og'ir darajada ta'sir qiladigan gap. Hamda maxsus shu kishilik aloqa psixologiyasi degan bir psixologiya va bu psixologiya nimani asos qildi desa, dal odam bilan odam o'rtasidagi kishilik munosabatning to'g'ri elib berilishiga to'sqinlik qiladigan bir qancha to'solg'ularni ep tashlaydigan gap. Ya'ni bunday aytgan vaqtda sizning boshqalar bilan kishilik munosabat qilgan vaqtda mushu munosabatingizning ko'ngildagidek bo'lmasligini keltirib chiqargan bir necha to'solg'ularni ep tashlaydigan gap. Ammo qiziqarli nurg'un odamlar o'zining shu kishilik aloqadagi sog'lom bo'lgan kishilik munosabatga to'sqinlik qilayotgan tarafini o'zi bilmaydi. Sadaqo qandoq bir tarafi uning boshqalar bilan bo'lgan kishilik munosabatiga ta'sir qilyapti, buni bilmaydi. Dal mush qismimiz, ya'ni boshqalar qarab bilaydigan yoki boshqalar qarab kuzatadigan, boshqalar qarab bayqay oladigan, ammo o'zimizga natnish bo'lgan, o'zimizga tuyulmaydigan, o'zimizga bilmaydigan qismimizni biz johariy darajasining 3-darajasi, ya'ni qarug'man deb ataymiz. Qarug'man. Undan bu gapdan o'zi chiqib turibdi. Bir qariq odam o'zining nega mengayotganligini bilmaydi, ammo biz bo'lsa uning nega mengayotganligini bilmaymiz deganlik. 38 yoshlar atrofidagi bir bola, men buning bilan kurashdim. 38 yoshlar atrofidagi bir bola. U men bilan kurashgan vaqtda u shundoq menga adab bilan, intayin ehtiyot bilan, intayin hurmat bilan muomala qildi. Uning hatto qo'pol qilishda ansirab, ovozim shundoq bo'sh. Hatto u mening ko'zimga tikilibmi qaramaydi. Ammo uning men bilan shundoq do'st bo'lsa, u shundoq yaxshi bola. Uningdan do'st bo'lsa tamoman bo'ldi. Men bu baliq dedim. Mening siz bilan do'st bo'lg'im bor, do'st bo'lish xohlayman. Garchi biz bek yaqin kunda aloqalashmasaqmi, men sizni do'stlik sifatida qabul qilishni xohlayman. Biroq siz menga bergan ta'siringiz, siz bekla bir xil ojiz, nihoyatda ehtiyot bilan muomala qilganligingiz uchun menmi sizga bir xil ehtiyot bilan muomala qilmasam, xuddi hozir chaqligidigan bir ojiz aynakdek his qilyapman. Ammo esingizda bo'lsin, bu xil ikkimiz o'rtasidagi bu xil ehtiyot bilan muomala qilish, balkim sizning ko'z qarashingiz bir xil hurmat bo'lishi mumkin, ammo bu do'stlik tuchuv desa, kishilik munosabatda sizga bek cho'ng to'solq paydo qildi dedim. Chunki esingizda bo'lsin, do'stlar aro ehtiyot qilish degan narsa mavjud emas. Ehtiyot qilish mavjud bo'ladi ekan, hurmat mavjud bo'ladi ekan, u haqiqiy tipdagi do'stlik bo'lmaydi. Do'stlar orasida unday narsa mavjud emas. Do'stlar orasida ehtiyot qilish degan narsa mavjud emas dedim. Keyin bu bola buni his qilgandan keyin buni
Buning amaliyotda kishilik munosabatda nemishqi do'stining jiq emasligini, nemishqi u bola o'zi shunday yaxshi do'stmi, boshqalarni shunday hurmat qilsimi, amaliyotda cho'tsa uning do'stining ozliqdan iborat bu nuqtani tunib yetdi. Endi bu nuqtani nemish tunib yetmaydi deganda, chunki biz kuzatgan nuqtani u odam boshqa kuzatdi. Biz uning bizga bo'lgan hurmati, u o'ylaydi men kishilarni hurmat qilib, uning ko'nglini og'ritib qo'yishdan, uning ko'ngli keladigan gaq qo'yishdan yo uni bezor qo'yishdan ehtiyot qilamiz. O nuqtadan kuzatganda, bolaning nuqtadan kuzatganda u qarshi tarafdan og'irlab qilishdan ansiradi-da. Yani mening uni ochig'im ketib qilishimdan yoki bo'lmasa mening uni yoqtirmay qilishimdan ansirab ehtiyot bilan muomala qiladi. U ko'z qarashida mush orqali kishilik munosabatni yaxshilayman deb o'yladi. Ammo u mush orqali yaxshilayman degan ortiqchilik ifodalanayotgan xarakteri amaliyotda ma'no nisbatan cho'disa uning yiqilishdan dal nimasi to'sadigan eng chong bir to'salg'i bo'ldi. Shu nurg'un odamlar amaliyotda o'zi o'ylagan mushkul narsalar bizning ko'zimizda kishilik munosabatda, ya'ni ikkinchi bir odam kuzatganda cho'disa dal bizning uning yiqilishimizga to'sqinlik qiladigan bir to'salg'i qiladigan gap. Unda qolsa kishilik munosabatda yana mushdan o'xshaydigan bizning kishilik munosabatimizning sog'lom elib berishiga to'sqinlik qiladigan yana qanday to'sqinliklar bor? Unda asta-asta qarab boqaylik. Kishilik aloqada bizning kishilik munosabatimizga sog'lom bo'lgan kishilik munosabatga ta'sir qiladigan to'sqinliklardan birisi men bayatında o'tib ketgan ehtiyot qilish, ziyod ehtiyot qilish. Bunda odamlar dal nimasi boshqalarning ko'nglini ranjitib qo'yishdan ansirab, dal boshqalarni og'irlik qilishdan ansirab ehtiyot qildi. Amaliyotda ularning bu xil ehtiyotligi amaliyot bizning kishilik munosabatimizda bizga bir xil bearamchilik paydo qildi. Chunki men bayatında dedim, men doim bir odamning ko'nglini ranjitib qo'yishdan qo'rqibli jursam, ansirabli jursam, men uning bilan mangu do'st bo'lmayman. Uningdan bu xil bearamchilikdan qutulish uchun men uning bilan amal bor kurashmayman. Bu hargiz u odamning nacharligidan bo'lmasligidan, balki uning haddan ziyod ehtiyot bilan ko'nglimni oyab gap qilganlik uchun dal nimasi bu menda bearamchilik paydo qiladigan gap. Chunki men bayatında dedim, do'stlikda ehtiyot qilish mavjud emas. Ikkinchisi shu desa, controlling. Kontrolling degan nimasi ba'zi odamlarda bir xil hamma narsani kontrol qilman deydigan bir xarakter bo'ldi. O'ziga bu tuyulmaydi. Nima ish qiladi degan vaqtda o'ziga nisbatan u men kishilar ko'ngil bilyapman deb qaraydi. U boshqalarning hammashiga maslahat berishga omroq bo'ldi. U bu orqali nima deydi bo'lsa, men bir odamla kishilik munosabat bilan uning ko'ngil bilish orqali uning do'stligiga erishaman deydi. Shunlar u doim sizga har xil maslahat berdi, takliflarni berdi, ammo bu bizde o'z navbatidan noayati bizda bearamchilik paydo qildi. Chunki esingda bo'lsin, biz so'ramagan ahvol ostida boshqalarning taklifini anglash xuddi bizni ulardan tuvandek bir xil tuyg'u shakllantirib qo'ydi. Bundaq odamlar ko'nglida men boshqalar ko'ngil bilayapman deydi. Amaliyotda cho'disa biz bearamchilik paydo qildi. Shu tufayli ular o'zining amaliyotda boshqalar berayotgan ko'ngil bo'lishining dal biz bilan bo'lgan munosabatning yiqilishiga to'sqinlik qilgan bir to'salg'i ekanligini o'zi bilmaydi. Natijada u davomli taklif beradi, ammo buning kishilik munosabati cho'tsa haqiqiy do'sti shakllanmaydi. Uchinchisi not present. Ba'zi odamlar bilan biz kishilik aloqa qilishni xohlamaymiz, chunki bu kishilarning ko'ngli joyida emas. Garchi uning badani bizni paranglashayotgandek turganlar, uning xiyoli boshqa yerlarda chechilib turdi. Ular o'zining bu holatini tushunmaydi. Garchi u men sen bilan birga o'tiraman degandek turganlar, uning kallasi cho'sa boshqa yerda. O'tganda bir ayol keldi. O balasiga doim hamroh bo'ladi ekan, biroq balasiga qarasam, yana bir xil muhabbet kamdek. Men bilan paranglashgan vaqtida toza kallasi boshqa yerda, boshqa narsalarni o'ylab turdi, chechilib turdi. Men so'radim, nima bunday qilsam, chunki bu ayol ajishga kele kucha yo'q ekan, doim kallasida erni nima qilayotgandi deb surish qildi ekan. Shon bir gap bor-ku, o'sha yo'ldishining har kuni kash yo'ldishining nada ekanligini, nima qilayotganligini biladigan birdan bir ayol ajishib ketgan ayol deydi-ku. Normal ayollar bilmaydi. Ama ajışıp ekenken to'xtamay gaz ajışıp eken bilen kallası anında. Onun kallası anında olgandan keyin kişilik alaqada çoğu desa, o gerçi onun badani şu yerdek turgan bilen kallası başqa yerda olgandan keyin biz tabiiy nimasi uningdan bizga bir xil diqqat berilmayotgan his qilganda, bundaq odamlar nimasi bizning kişilik alaqada nurg'un vaqtlarda biz kişilik aloqa qilish xohlamaydigan odamlar.
To'rtinchisi judgmental. Bu odamlar nima esa to'xtamay hukm qilib turib oladi. U to'xtamay bizning qilayotgan ishimizni xato deydi, mani to'g'ri deydi, ani xato deydi, mani to'g'ri deydi. Bu orqali bu odamlar o'zim bilmagan asosda hukm qildi. Bular nemish bundaq doim odamlarga bundaq hukm qilishni, bu uning qilayotgan ish yoki gap so'zlariga baho berishni yaxshi ko'rdi. Esonli bo'lsin, odam o'zining shu psixikasidagi qaysi tarafni qabul qila olmasa, shu tarafini bosmoqchi bo'ldi. Masalan, o'zining shu shaxsiyat tarafini besiqtirishganlar va shaxsiyat emasman deydigan. Demak, u shaxsiyat tarafini besish uchun cho'qim boshqalarni sen shaxsiyatchi deyishga to'g'ri keldi. Chunki boshqalarni shaxsiyatchi degan siri u qalbida men emas degan narsani vositalik tushundirmoqchi bo'ldi. Shu nurg'un vaqtlarda odam o'zining dal inkor qilgan taraflarini besish uchun boshqalarni nima desa shu taraflarni ayblaydigandek. Bu xil odamlar tabiiy o'zi bilib bilmay amaliyotda o'zini remont qilyotadi. O'zining inkor qilgan qismini biz orqali besyotadi. Ammo bu cho'tsi o'z navbatida bizning uning bilan shakllantirgan sog'lom bo'lgan bir xil psixik munosabatimizga to'sqinlik qiladi. Beshinchisi defensive, mudofaa qiladigan odamlar va bular nima desa, bular aldirab sizga ko'ngilni ichpaymaydi. Bular qopqi turuk, surgun turdi. Bularning bizga beradigan ta'sir nima desa, qopqi yomon, bir xil ochiq yomondek tuyuldi. Amaliyotda bular dal aksicha. Bular amaliyotda hungry for love degan nima desa, muhabbatga bir xil ichirqab ketgan. U kishilarni uni shundoq yaxshi ko'rishini umid qiladi. Boshqalarni bilan yaqin do'st bo'lib o'tishni yaxshi ko'rdi, ammo uni ishonmaydi. Natijada ular nima ish qildi bo'lsa, boshqalardan yana zaxmi yeyishdan, boshqalarni uni aldab ketishdan, boshqalarni uni ko'ngil tutib, uni azoblashidan ensirib tabiiy nimasi mudofaa qildi. Ular bilib bilmay nimasi qopqi turli qoladi. Biz uni qarasak bir xil so'g'oqdek tuyulamiz. Natijada biz kishilik aloqa qilmaymiz. Ammo siz bu xil odamlar bilan uzun muddat aralashsangiz, u hargiz siz ko'rgandek undaq surli qopqi so'g'oq odam bo'lmasdan qalbining shunchalik nozik muhabbat uchun ichirqab ketgan haqiqiy kishilik munosabat qiysi bo'ladigan bir odam ekanligini tunib yetasiz. Ammo undaq fursat hammamizga loyiq bo'lavermaydi. Biz albatta bir odamni tunji qatam ko'ramiz, u bizning shu xil tuyg'uni berganda bo'lsa, biz tabiiyla u odamga yiqilishdan jiroqlaydigan gap. Demak, men tuvanda deb o'tib ketib qolgan 5 xil xarakter, 5 xil holatni boshqalar sizdan ko'ra oladi, ammo o'zingiz bu xarakterning borligini bilmaysiz, chunki biz buningga ma'qul ism qo'ygan bilan siz bu xil xarakterlaringizga boshlarni hurmatlayman, boshqalarga ehtiyot qilyapman deb uningga boshqa xil bir xil uningga boshqa xil tasvirlaysiz, ammo biz boshqa xil tasvirlaymiz. Natijada o'zingizning amaliyotda biz ko'rayotgan, biz deyotgandek xarakterlarning borligini bilmay qolsiz. Shu bu xil men tarafingizda, sizning bu tarafingizda biz Johari darisidagi 3-ko'zni keyin qarg'iman deb qaraymiz. Buni qanday hal qilamiz? Buni ko'pincha biz kishilardan so'raymiz. Albatta nurg'un odamlar sizlarning ko'nglingiz yerim bo'lsa ansirab balkim bevosita demasligi mumkin. Ammo siz Johari daris ko'rganda ekan, ma'lum bir odam bilan o'ltirib yoki ma'lum bir o'zingizning tunish bilan sizga qanday baho beradiganligiga yaxshiroq diqqat qilsangiz, oningdan keyin nimasi, shu 5 xil xarakterning qaysi birisi bo'lsa, andan keyin siz o'zingizning qarg'iman tarafi, o'zingizmi bildigan tarafingiz oilanda suzukman yana yuqurlaydi deganlik. Chunki biz boshqalar biladigan, o'zimiz bilmaydigan qismimiz tabiiy nimaga aylandi desa, boshqalar biladigan, men odamlarga mushundoq ta'sir berdikanman degan vaqtda bu chaqda boshqalar biladigan, bizmi bildigan tarafimizga aylanib ketadi. Demak, qarg'iman tarafimizning ma'lum bir bo'ligi tabiiyli nega o'tib ketadi desa, suzukmanga o'tib ketadi deganlik. Shunga qarg'imanni kichikiltishning usuli nima desa, dal boshqalar biladigan, o'zimiz bilmaydigan qismini o'zimizmi bildigan holatga ekiladigan vaqtimizda hech bo'lmaganda bizda asli kishilarga men mushundoq ta'sir berdikanman degan tuyg'u paydo bo'lganda, esingizda bo'lsin, qarg'iman kichiklaydi, uning o'rnini tabiiyla suzukman egallaydi degan gap.
O'zingni bir tasavvur qilib qo'yinglar, agar siz 24 soat mast bo'lsangiz nima ish bo'ldi? Hammamiz o'zimizni 24 soat mast vaqt tasavvur qilaylik. Biz uydan chiqsak, u vaqtda ahli sanduq putishimiz mumkin-da. Shundan uydagilar yoki biz ahli sanduqni elitishimiz mumkin. Anikin ahli sanduqqa elinib ketgandan keyin biz shundal azroq mang'amay bir eriq qilib putishimiz mumkin-da. Shundan bir eriqni tindirishimiz mumkin. Ondan keyin endi bo'ldi deb mang'saq yan daldanshib stolbidan bir so'rashimiz mumkin. Stolbi chataqken stolbini elitilib deb stolbini elitishimiz mumkin. Hamma narsa elvesangiz odam kushishingiz mumkin. Yıqılishingiz mumkin. Siz to'xtamay o'zingiz putishayotgan narsalarni yig'ishtirib mangsiz, ammo 24 soat siz mangu o'zingiz putishgan narsani sizni yig'itayotgan narsani tozalab olmaysiz. Bu yerda masalani bartaraf qilish nimasi ahli sanduqni elitish emas, stolbini elitish emas, yoki eriq tildirish emas, yoki biz usuyitib olgan deriz ishiklarni elitish emas, balki nimasi maslikdan yishilish. Agar bir odam maslikda yishilsa, uning oldida necha yuz ahli sanduq bo'lsa-mu, birisi putlashmaydi. Nurg'un eriqlar bo'lsin nimasi, birisiga putlashib yiqilmaydi. Nurg'un odamlar orasidami siz hech kimga tegishmay o'tib ketsiz. Demak, bu yerda masalani hal qilish nimasi, biz putishayotgan narsalarni pakizlash yoki uni elitish emas, balki nima desa, maslikdan yishilish, maslikdir. Shunga bizning Johariy darisining 3-ko'znaki qarong'i men, ya'ni ongsiz men nimani hal qildi bo'lsa, xuddi bir maslikdan yishilgandek. Uning nimish bo'ldi, mo'shini tushundirgan ko'znak. Chunki esingizda bo'lsin, bizning bir kunda biz bilib bilmay avtomatik holda necha yuz ming qatim qaror chiqaramiz. Qilish qilmaslik, andish, mani kiyish, ani kiymaslik, ma tomoqni yeyish, mani yemaslik. Biz ongsiz holda nurg'un qarorlarni chiqaramiz. Bu qarorlarimiz nimasi? Bizning taqdirimizni shakllantirdi. Ammo nurg'un qarorlarni nima chiqarganimizni o'zimiz bilmaymiz. Demak, nurg'un vaqtlarda odam xuddi bayatdan biz tasavvur qilgan maska o'xshaydi. Maska. Ammo qiziqarli yer nima? Bir narsani mayli tushunmanglar men deb qo'yishim kerakki, siz bir qorga tiyilib, yiqilib ketgan bo'lsangiz, qor, muzga tiyilib yiqilib ketdingiz. Siz yiqildingiz, yiqilishni qaror qildingiz, ashim qaror qilsiz. Yiqildingiz, qaror qildingiz. Ammo kallangiz bu yiqilishga bir sabab topadi, ya'ni yo'l tiyilg'oq deydi, tushundirdi. Bu tiz bo'ladi. Siz tabiiylam nima desa, yo'l tiyilg'oq bo'g'ach yiqildim deysiz. Amaliyat unda emas. Siz yiqilishni qaror qildingiz. Bu qaroringizni o'zingiz bilmaganlik uchun, nima yiqilganligingizni bilmaganlik uchun eng xili, eng aqli muvofiq, eng ratsional bo'lgan bir xil tushuntirishni bersiz. Aqli yiqilish qaror qildingiz, qaror qilib bo'lsangiz, ongsiz holda nima yiqilish qaror qilganingizni bilmaysiz, hozircha bilmaysiz, yili bilasiz. Ammo u vaqtda bilmaganligingizni, yiqilganligingizni tushundirsiz. Ammo odamlar tushundigan narsani nima qildi desa, sabab deb qaraydi. Amaliyotda u sabab emas, u yerda boshqa bir sabab bor. Siz bir saat to'y qildingiz. Amaliyotda siz to'y qilishni qaror qildingiz, ammo bu nima qaror qilganingizni bilmaysiz. Qat'iy bilmaysiz. Ammo to'y qilganingizni tushuntirishingiz kerak. Darhol tushuntirsiz, yo meni yaxshi ko'rdi deysiz, yoki uning puli bor deysiz, yoki u menga yaxshi qaraydi deysiz. Bu tushuntirishlarni to'y qilishingizning sababi deb qaraysiz. Amaliyot bu yerga sabab emas. Balki siz ma'lum boshqa bir o'zingizni bilmagan sabab bilan qaror qilsiz, qaroringizni tushuntirsiz. Sizning sabab deganingiz tushuntirish. Aslilik sababchi bo'lsa, ongsolda qorong'i holatda turdi. Shunga biz 4-ko'zdek nima deymiz? Qorong'i men deb qaraymiz. Shunga biz nurg'un ishlarda nima shundoq bo'lganining sababini topib chiqqanda anandan keyin bu ish o'ngishildi degan gap. Esingizda bo'lsin. Nurg'un vaqtlarda normal sharoit ostida bizning qo'limiz yoki ma'lumotimiz yaralansa, jarohatlansa, bu jarohatning o'rniga nima qoldi? Tatib qoladi. Ammo psixologiyada cho'qim bir narsa bo'lishing kerak. Bularning 4-ko'znakning eng cho'ng alohidligini bilishing kerak. 4-ko'znakda jarohatdan keyin, anandan keyin darhol tatuq shakllanmaydi. Balki bir tatuq, bir dona tatuq hayotingizda nurg'unlagan jarohatlarni shakllantirdi. Biz oldi dedik, dunyosining aynikingiz deb. Bu jarohatlar esingizda bo'lsin. Butunlay nima sizning qalbingizdagi, sizning psixikangizdagi tatuqni ko'rsatdi va yoki mush tatuq tufayli siz nurg'un jarohatlarga uchraysiz. Agar siz turmushingizni yaxshi o'ylab baqsangiz, turmushingizda bir xil ritm, bir xil o'xshash bir takrorlik his qila olasiz. Yoz uchragan azob o'xshaydi, yoki sizni azoblagan odam doim o'xshaydi, yoki sizga
pishkilchilik doim o'xshaydi. Bu nima desa amaliyotda sizning ma'lum bir tatuğunuz jarohat shakllantirdi. Buni hargiz unutqanmang. Shunsiz jarohatni remont qilib tugatanmaysiz. Jarohatlarni o'chirib tugatanmaysiz. Ma'ni yo'qotsangiz ma'ni yo'qotsangiz jarohat. Biz nima ish qilmaysiz? Jarohat orqali tatuqni ko'ramiz. Tatuqni davolaganda jarohat o'zligidan tugaydi. Bir qiz. Bu qiz ajrashib ketish bosqichiga qolgan. Nima ishqa? Ayol. Bu ayol ajrashib ketish bosqichiga qolgan. Sabab nima desa, yo'ldishi acayip kusurçadı. Kiyim kiysim kusur tapıdı, tamak esim kusur tapıdı, ballağı birini ügesim kusur tapıdı, talağa çıksa kumalınıp kusur tapıdı, kusur kaçan da bu ayalının kiçikkinen bir kusurunu tapsa kusur taptı. Bu ayal hatta bu tüpeyli reallıktı mı? Daim yıl birimiz unutup kılıvatkan, yıl bir neresi yok, daim kusur tepişka layık bir adam boqağanda. Bu ayal bununla ko'namagan, buningga bardoshlik berolmagan. Natija shu holatda bu ayol keldi. Demak, bu ayolning jarohat nima desa, uningdan erimi qusur topidi, boshlig'imi qusur topidi, hatamda qarab boqsa, bolasimi texe uning yo'l ko'rsatib qusur topdi. Bu jarohatlar nereden paydo bo'lgan? Endi bu ayolning kallasida men bayatın degandek, heliqi aynekdagi aksini ko'rdi. Bu ayol aynekdagi aksidagi heliqi qor siziqni yo'qotish uchun lo'ngulan yüzünü aytmay, aynekni aytmoqchi bo'ldi. Aytib tugatamadi. Natijada aynekni almashtirmoqchi bo'ldi. Ya'ni ajrashmoqchi bo'ldi-da. Boshqa birsizlar ajratsam u meni qusur topmasmiki dedi. Biroq insonda bo'lsin, u hargiz bu jarohatlardan qutulolmaydi. Ham biz bu ayolning balliqqa qarab boqaylik. Bu tatuq nereden shakllangan? Bu ayolning amaliyoti nima desa, balliq davrida dal dadisi ashunda boshqurdi ekanda. To'xtamay qusur topdi ekan, maktabdan kelsin qusur topdi ekan. Ish qilib butun diqqati dadisining, mush qizining yili bu ishi, o'g'il soqishlar uchratsa, yoki kurashsa, yoki nima ish qilding, mana mushundaq bir oila muhiti cho'ng bo'lganda. Demak, bu qiz dadisidan muhabbet his qilolmagan. Nimish dadisidan muhabbet his qilolmagan? Chunki bu qiz dadisining bu xil muomalasini o'ziga bo'lgan ishonmaslik deb o'ylaydi. Asli bu qiz dadisidan umid qiladigan muhabbet til nima? Dadisi umid qildigani uni bag'riga besishi, uni akiltishi, uni bilan suhbatlik vaqtlarni sarf qilishni orzu qildi. Unda olsa insonda bo'lsin, dunyo bizning aynik emas dedik. Amaliyotda uning yo'ldishi bo'lsin, boshliq bo'lsin, qizi bo'lsin, ularning bu ayoldan qusur tepishi hargizmi insonda bo'lsin. Bu ayolga ziyni yo'q. U faqat nima desa aynak xolos. Aynak bizning mangu do'stimiz. U faqat ko'z tipar. Nimani ko'z tiryapsiz? Tatuqni o'nsha dedi. Buni qandoq o'nshaydi? Tatuqni qandoq o'nshaydi? Men sizlarga bir go'zal hikoya aytib beray. Bir kuni bir dehqonning bir tup olma darxi bor ekan. Bu olma darxini shunchalik atvolar ekan, yaxshi ko'rdik. Bu olma darximi xeli mo'l usul berdik. Bir qatam tuyuqsiz bo'ron chiqibdi. Bo'ron chiqib bu olma darxini o'riytibdi. U yiltizdan qumurlab ketdi. U o'ylig'ili chiqibdi. Bu odam bu olma darxini tashlab etmabdi. Şunlar qo'shnilar debdi. Siz menimcha bu keraksiz yiltiz qumurlab ketgan daraxtni, bu yog'ochni menimcha tashlab etang debdi. Dehqon debdi. Tashlab etaman. Ammo avval mevalarni olib olay debdi. Qaranglar. Bu dehqon dedi, men buni tashlab etmayman dedi. Nima tashlab etaman? Chunki u mevasi bor. Demak, u mevasi olgandan keyin, ondan keyin bu keraksiz daraxtni tashlab etadi o. İnsanlı olsun nurgun adamlar, meyli ötmüş yüz bergen bir şey unutuyanmasın. Ya ki bu ayaldaki məlum bir oxşaş bir nəsdən qutulanmasın. Bunun sebebi nimelse? Çünkü o özü qutulmaqçı olan aş kereksiz, yoki azaplıq əslimi, yoki azaplıq işlarda çoxum o eliştirişlik bir meyve var. O meyveni elib etmese, daraxt yo'qolmaydi deganlik. Demek bu ayal
jarohatlardan qutulmoqchi. Ammo buningdan qutulish uchun cho'qim bu jarohatlar uning sovuq qilayotgan bir olmini cho'qim elish kerak. Undas bu iri, gerçi kusur tapkan bolsun mu? O eynek süptüde, bu ayalga yanı bir nersini bəmekçi, bir almını bəmekçi. Bu ayal muş almını ammaydıken bu carahatlar tügmeydi. Bu almı nime? Biz paranlaştık. Men bu ayalının dadısını sürüş kıldım. Eyni vaqtda bu kız dadısının ballık hayatını düşünmeydi. Biz bir neç kettim paranlaş jarayonida bu ayal dadısını sürüş kıldı. Anısını sürüş kıldı. Şu eniq oldu ki bu ayalının dadısı 5 bala. 5 bala. Öyünün üçüncüsü. Bu bala kiçik vaqt dadısı. Kiçik vaqtida qandaq aile çoğun bolğansa balıcık aile çoğun olğan. Dada ana asas jihatdan bu balalarning nemish qilayotgan, näde turayotganini asas jihatdan bilmaydi. Akıllarım üzülüş bilan. Hatta bu 5 balaning ichida mushu qizivalning dadısı dal nimasi hech qandaq bir diqqatga erishamagan. O kichik vaqtdan boshlab uning boshqalarning diqqat qilishini orzu qildi. Uning yo'l ko'rishini orzu qildi. Onundan nim boldun deb ümit qildi. Ammo cho'tsa bu qizning dadısı kichik vaqtdan boshlab bundaq narsaning hech qaysiga erishamagan. Esonli bo'lsin, hammamiz balliq davrimizda orzu qilgan, erishamagan ashu narsalarni biz balimizga bermoqchi bo'lamiz. Natijada bu qizning dadısı cho'ng bo'ldi. Cho'ng bo'lib o farzandlik bo'ldi. O o'zining farzandiga xuddi balliq davrida kam bo'lgan, ammo erishni orzu qilgan heliq muhabbatni bermoqchi bo'ldi. O shuning bilan bu qizga haddan ziyoda diqqat qilishga boshladi. Nimish o'z diqqat qilishga boshladi. Uningdan ansirabli turdi. Natija shu desa, bu dada qizga butun muhabbatini, o'zining balliq davrida kam qolgan muhabbatini yoki o'zining balkim balliqidagi jarohatini qiz orqali saqaytayotgan bo'lishi mumkin. Garchi bu qizga dadisining so'zligini, uning ishonmayotgandek, uning qattiq muomala qilayotgandek, uningdan qusur tepayotgandek ko'ringan bilan dadisining nuqta ilib aytgan nimasi, u butun muhabbatini amaliyotda qizvalg'i beryapti. Ya'ni mush qizga beryapti. Bu qiz buni cho'nqur tushungan vaqtda heliqi dadisi bo'lgan o'chmaylik, dadisi bo'lgan norozilikchi bo'lsa, dal aksida nimaga aylangan siz dadisidan bir xil minnatdor bo'lishga boshladi. Mana bu angsızlık derhal anlık götürüldü. Yani unconscious, mas derhal yeşildi deganlik. Yani şu vaqtda bu kızın gözden yaş çıktı. Çünkü o 10-20 yıl dadısının narazı bo'lgan. Ammo şu desa, ishning asli mohiyatini tunib yetganda, amaliyotda dadisining bu qiz tutgan muomalasining qandaqdir qizni yaxshi ko'rmaylikdan emas, yaxshi ko'rib eshib ketganlik tufayli paydo bo'layotgan inkas ekanligini bu qiz tunib yetgan vaqtda dadisi bo'lgan o'chmaylik, biroqlam nimasi minnatdorlik aylandi deganlik. Demak, uning mavu tatqi o'ngshaldi deganlik. Bu tatqini yo'ldish ko'rsatmadi. Albatta yo'lchi angliq ko'rsatmadi. Yo'lchim angsiz ko'rsatdi. Dunyo angsaldi ko'rsatdi. Ama şu arkalık bu kız dəsləbdə tatuqni gördü, andın tatuqdaki eliqi meyvini aldı, tatuq öştü, bütün carahat yo'qoldi. Qizqarlıq yer nima? Hikoyaning oxir nima bo'ldi deganda, bu qiz bu tatuqni o'chagandan keyin tuyuqsiz yo'ldishim undan qusur topmaydigan bo'lib qolgan. Nimishqa? Çünkü biz yüzümüzdekini aytib etdik, dunyoda biz eynek qaraganda eynekdə bizning hech qanday qarsızlığımız qolmaydi. Yo'l düşününgmi, uningga u tatuqni ko'rishning hojati yo'q, chunki u yerda tatuq yo'q deganlik. Bu sizlik deydigan birinchi misol. İkinci misol. Bu qiz to'y qilmagan, muhabbatlashgan. O özünün oğul dostunu bekli yaxşı gördü. Ama bekli yaxşı gördü, buraya kəyəsilə oğul dostlar uğruşudu, qeydişidi, kitidi, andan bu qız azaplandı, onun ağırlıq bir xalamaydı, sonra əplişib qaldı, onunki əplişib qaldı, yani dərhal uğruşudu, ağırlıq edidi. Ama ikilisi bir-birini yaxşı gördü, oğul mu bunu yaxşı gördü, bu qız onundan beklek yaxşı gördü, ama buraya kəyəgəndə uğruşudu. Mening enim kəlgəndə ol ağırlıq ketkeli, 7 gün bopdu ki. Bu kız bunu vaqt bilan hesaplatqanda bunu aniqlayamiz. Mening enim kelganda ularning og'irlab ketganiga 7 kun 8 soat 40 minut bo'libdi ekan. Demak, buni bu qiz nihoyat aniq tutuqliq. Demak, bu qizning kallasi butunlay o'g'il do'sti bor deganlik. Endi bu qiz deydi, men uni shunday yaxshi ko'rmayman, ammo birga kelsak urushimiz deydi. Bu nimadan? Demak, bu qiz mas,
Nemiş ondaq boğunu bilmeydi. Biz paranlaşqandan keyin shuni tunib yetdikki, bu qizning bexatarlik tuyg'usi intayin tuvan. Bu qiz o'z qalbida shu o'g'il bolaning muhabbatiga men loyiq emas deb qaraydi. Amaliyotda bu qizda o'zini tuvan ko'rish bor. Garchi o'g'il do'stimdan yaxshi ko'rsimi, ammo uning ishonmaydi. Chunki bu qiz nimdek qaraydi bo'lsa, men uning muhabbatiga erishishga arzimayman deb qaraydi. Shunga bu qiz u o'g'il shunday yaxshi muomala qilsa, buningda gumonlandi. Uning o'g'il do'stining uni haqiqiy yaxshi ko'rdiganiga mangu gumon qildi. Bu gumonni qanday qildi? To'xtamay ongsalda uni sinaydi. Oshundoq ochchig'ini keltirib, uningdan og'irlab ketish orqali, eng nachar qiliqlarini chiqarish orqali asli bu qizning umid qildigini shunda qiysammi mendan og'rilmasa, oningdan keyin men haqiqiy yaxshi ko'rgan bo'ladi degan tuyg'usini jazmlashtirish uchun yoki davlatimizda cho'rin qilish uchun, ya'ni o'g'ilning buni yaxshi ko'rishini cho'rin qilish uchun ongsalda to'xtamay sinoq qiladi. To'xtamay bu bolaning zizdig'i tegidi, chishig'i tegidi, mushundoq qiysammi mendan og'rilmaslik kerak deb qaraydi. Natija shu. Natijada o'g'il buningdan zerikdi, bezor bo'ldi, og'rildi. Og'rilganda bu qizni texim andisha, hali uning aslidagi men uning muhabbatiga arzimayman degan gumoni texim kuchaydi. U o'zini xuddi bir dunyo tashlab etgandek hissiyatda bo'ldi. Yana yolvordi, yana muhabbat ishdi. Ondan sonra bu qizdagi bu xil uning muhabbatiga erishishga men arzimayman degan bu tuyg'u, ya'ni bu tatiq nereden kelgan? Bu tatiq nima esa dal uning balliq davridagi ma'lum bir o'lik chashqandan kelgan. Biz buni oldingi o'lik chashqan degan darsimizni so'zlagan. Demak, shuni qaytirib ko'rsanglar, bu qizning tatiqini his qila olasizlar. Uchinchi misol. Bu mening bir do'stim. Bu bir maktabda sho'jang bo'ldi. Sho'jang. To'xsiz, u bir kun shundoq ko'ngli yerim qaqibdi. Undudarda 5-da. Nim bo'lding desam, asli tungan mening tug'ilgan kunimdi. Hamda men sho'jang bo'lgandan keyin chuqum oz deganda bir 100 odam meni muboraklaydi desam, oran 14 odam uchrayibdi. Mening shundoq ko'nglim yerim bo'ldi dedi. Men shundoq kulib ketdim. Bu nurg'un odamlarning ko'ngli yerim bo'lish va azoblanishning tüp yıldızını bu depravatıdı. Onun könglim yerim bo'ldi. Onun köngli 14 adamning onunla uçur yollığındım mı? Yo'q. Ondan sonra bir hikoya aytib ya. Burun bir podshoh var. Onun ordusida bir qiziqchi var ekanda, qiziqchi. O bu qiziqchini shunday yaxshi ko'rgan. Bu qiziqchi podshohning ko'ngli shunda oldi ekan. Ammo tuyuqsiz bu qiziqchi ordadagi bir oltinni hech kim demay o'g'irlab qo'yapti. Hamda ayni vaqtlarda buni aytdi eg'ir jinoyat bo'lib o'limga hukm qilinibdi. Ammo podshoh buni bek yaxshi ko'rganlik uchun uni bir xil o'limga hukm qilish ko'ngli unimabdi. Shundan bu qiziqchi debdi. Bir yerda bir o'nkir bor debdi. Biz seni o'nkirga sulab qo'yamiz. Bu yerda 30 kunlik sening yeydigan suv, yemeklikni tayyor qilib beramiz. Bu o'nkirda bir chiqish eg'izi bor. Sen shu chiqish eg'izidan chiqta olsang, sen hayotingni saqlab qolmasdan balki nurg'unlagan boyliqqa erishsa, agar sen u yani topolmasan, u chiqish eg'izni topolmasan, amal yo'q shu yerda o'lib qolsan debdi. Ham bu qiziqchida boshqa tanlash yo'q-ku. Amal yo'q, u ma'qul debdi. Podshohning lashkarlari uni bir o'nkirga achirib qo'yapti, ishni itibdi. 30 kunlik yeydigan tomoqlarni berib qo'yapti. Shundan bu qiziqchi shunday qarasa ustida bir odam patadigan bir tushni ko'rapti. Yuruq tushni ko'rapti. Podshohning degan chiqish eg'izi mush ekanda deb shu yerdan chiqish uchun tirishibdi. Ammo ya egiz. O'nkir qarang'u. U har xil yomish beqibdi, sakrab beqibdi, intil beqibdi, ammo chiqolmabdi. Uning yeydigan yemekliklarini to'kapti. Pishadigan suyini to'kapti. 30 kundan keyin u holsizlanibdi, qo'sqach, oxir o'lib qoldi. Lashkarlar buning zodi qandoq chiqmaganligini bilish uchun podshoh darhol bu o'nkirga kirib tekshirib qarsa o'jiqib o'lgan.
Padşah depti o leşkerlerge. O yani köydüңma depti. O ya qapqarаңғы. Köydük depti. Onda sen meşalni aşağıya appa depti. Däl eliqi kızıqçı ölge yerdin 10 metr jıraqlıqta qapqarаңғы yerge meşal tutsa, meşalның yurqul şunu körepti. O yerdesi dağdan bir ışık var kendi. Bu ışık çoğudisa emniyet padşahının xazinesi tutuşturgan ışık kendi. Bu kızıqçı nemiş onu köremedi çünkü o yer qarаңғы yerdi, körənməy yerdi. O nemiş bütün diqqəti bilan ümidni şu yerge bağladı çünkü onu körəliydi. Nurgun adamlarının məğlubiyyəti nədən gəlgənsə, o özünün bağlıq çıxış yolunu özü biladigan, özü kördigan bir nəslam dək qaraydı. Nəticədə o qarаңғы yerdi ki, berib baxsı bulduğan, təvəkkül qıyısı bulduğan, yoğun xəzininin işkini çoğusu körənməydi. Onda qosu bu bayatın mən sözləb bərgən hikayələrin qandaq bağlanışı var. Bunun da bu menin şocan ağinəmnin xud deyəli qızlıqçığa oxşaş, o xuşallıqın nimdəb ümid qıldı. O menin xuşallıqım 100 ədəmnin mana uçur yollaşıda dedi. Xud deyəli qızlıqçımı menin çıxış filan aşağıda dedi. Nəticədə bu oldun ümid qılıb ağalıq üçün o saxladı 100 ədəmnin uçur yollaşını. Xud deyəli qızlıqçı tırışqandek. Nəticədə o mu çıxanmağandek çoğan ağinəm oldun ümid qılan bu nəticəyə mi erişemedi? Nəticədə qızlıqçı ən axır çıxamay ülək qalğandek menin bu çoğan ağinəm biyaramçılıq azaplandı. Əməliyyətdə bu yerdə çıxış noqtası nədir? Menin çoğan ağinəm şundaq bir nərsini biliş gerek ki, onun xuşallığı əməliyyətdə qandaqdır 100 ədəmnin uçur yollaşıdı emas, bəlkə 14 ədəmnin uçur yollaşışı əslini xuşal qıla alaydı. O bu xuşallıq nemiş bilənməydi. Çünki bu xuşallıq qaranğı, o özü bilməydiğən bir yerdə boğallıq üçün. Nemiş ki 14 adam man uçur yollaydı. Manın müşahede əsli o xuşal buluş gerekti. Ki mən onu düşündüdüm. Əməliyyət sən 100 adam emas 14 adamın uçur yollığını sənə həqiq xuşal qılış gerek dedim. Çünki o düşənmədi. Nemiş düşənməydi? Mən dedim. Əgər sana sen oylagandek, oldun ümid qıygandek 100 adam uçur yollagan bolsaydı, sen bir ömür tilemçiga aylantdың dedi. Çünkü sen daim sen xuşallıqını 100 adamның, bu döqjil 101 adamның, bu döqjil 102 adamның sen uçur yollışıga ümid qilish işçil ötek gitse. Amma qızqarlıq yeri hayatda dal adamlar köpünçe oldun bir narsani ümid qilib olganlik uchun ham u narsaga erishmaydi. Ham cho'disa xuddi bayatdanqi önkürdeki yıllık kızlıkçıdek azaplandı yoki olmasa hayatdan mahrum kaldı. İsonda bolsun bizning xuşallığımız, bəxtimiz, qandaqdır biz oldun körüp algan, biz oldun bilib algan, yıllıqı tüşükdə bolmasdan belki biz körənməydigan, amma sel berib baxsaq biz biləlaydigan, biz təvəkkül qilish tegishlik, biz bilməydigan qarаңғы yerdə boldu. Son nurgun vaqtlarda adamlar nemin ümid qıldıysa öz arzu qıyğan nəsə ümid qıldı. Amma başqa iş yüz berdi. Qandaq iş yüz berdi olsa dəl o muhtaç bolğan bir iş yüz berdi. Amma nurgun vaqtlarda biz muhtaç bolğan yani köməsdən özümüz arzu qıyğan yoki diqqət qılıb alğanlığımız üçün özümüz arzu qıyğan nərsəyə erişəməyəndə meyli menen şojan ağinəm yoki elə qızlıqçı oxşam məğlub bulmuz. Əmniyyət yüz bergen işdə biz arzu qıyğan nərsəyə emas, biz muhtaç bolğan bir nərsəyə erişimiz. Siz muşnunu diqqət qıla alsınız. Aşu qarаңғы yerge səlli diqqət qıysanız, əməliyyətdə hər qandaq bir işdə siz oylamağın xuşallıq və baylıqның yuşrunğunu bilsiz. Demek qarаңғы mən. Her bir qitim echilgan vaqtda, eliq masadan bir qitim maslikda yeshilganda cho'disa, Jo'xori darisidagi 4-chi ko'znak. Ankay, ongsiz men nimasi kichiklaydi. Cheksiz kichiklaydi. Demek bu yerda qarig'iman, ongsiz-man va maxfiyman xohlagan 3 dariza birlashib kichiklagan siri bizning birinchi darizamiz. So'zlikman, o'zligidan yo'g'onaydi deganlik. Jo'xori darisi meyli siz psixologiya kasb bilan shug'ullaning. Ya'ni boshqalarga psixologik maslahat bering. Va yoki bo'lmasa siz psixologiya bilan kasb bilan shug'ullangan taqdirda kishilik aloqa qiling. Va yoki o'zingizni tushuning, sizda kam bo'lsa bo'lmaydigan bir aynak hisoblandi. Shu bu orqali hammangning kunlarining va hammangning kunlarining xushal o'tishini va baxt saodat bo'lishini chin dilimdan umid qilaman.
kelarki darsimizda ko'rishaylik. 女人要爱事业，女人要爱生活，但不能忘记爱自己。Vanky